Xudo xolasa volyerda salafanni o'rab, xudo xolasa chiroyli qilib eplaymiz. O'zi yangi zavодской manaqa chiqqan ekan, mana maytga xuddi mana shunaqa temirdan bitta qo'yib turib, salafanni o'zi tortadigan. Uni biz uzoqroq ekan, to'g'risi olib keltirgan anaqa bo'lmadi, vaqt bo'lmadi. Mana salafan qalinligini qayerda ko'rsak bo'ladi. Mana qalinligi mana shu. Mana. Keyin reyka. Tomiga falgani yayamiz. Falga bor. Falgani yayib turib, keyin salafan tortamiz. Xudo xolasa ponni yana qilib, tomondagi eshigini yopib yuboramiz. Bu tomondagi eshikni yopib yuboramiz. Bu kerak emas. Narigi tomondan bitta kirish qilamiz. Ashetdan havo kiradigan qilib aylanib qilib qo'yamiz. Ichiga svet o'zimiz eski svetlar tushirib qo'yamiz lampochkalardan. Ovqatini ko'p berib tursa, xudo xolasa mana shu yerda o'zi ichib ketadi. Hech qanaqa boshqa abagavachi isitma kerak emas. Endi animal sovuq bo'ladi. Bizda shunaqa sovuq bo'lib ketmasa, xudo xolasa bemalol ichib ketadi. Mana shu narsalardan aqlamiz. Bunga e'tibor bermaysizlar, bu kaptar tutadigan anaqa. Kaptar haydaydiganimiz. Mana kaptarlar ham o'tirishibdi, maza qilib, o'zini uyida yotishibdi. Mana. Ancha ozayib qoldi, ketib. Ancha oqlar xudo xolasa bahorda mana shu bezdillab to'radi oqlar. Hozir uchishni boshladi, ancha uchib qoldi. Tomda ham bitta sherigi bor, mana qo'shdi, ko'z tegmasin. Mana shu joz yarim soat, 1 soat uchyapti mana qo'shdi. Tepaga tortyapti hammasi, lekin hali o'ynagani yo'q. Havozaga ham qo'nishni boshladi, xudo xolasa ancha yaxshilanib qoldi.